Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarniki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Tunugun azroq mijozim o'xshab chiqolmay qoldim. Mening ismim to'liq Hamish, Rossiyaniki poytaxti Stokgolmda yashayman. Men vatanimizdagi turmidagi begunoh kesilib ketgan bir Uyg'ur ona bilan bir Uyg'ur dadaninki o'g'li bo'lish suhbatim bilan ota-onamninki begunoh kesilib ketganligi va turmadan Xitoy hukumatiga bo'lgan qarshi noroziligimni ifodalash va shundaqla muajiratdagi Uyg'urlarni ega chiqishga undashga va shundaqla bizningki da'vo sepimizdagi uzundan beri bo'layotgan shu nohaqchiliklar to'g'ri bo'lmagan yo'llar nimasini so'zlab keldim. Bu buningda hech qanday yolg'on aralashtirilgan yoki mubolag'a bo'lib ketgan bir narsa yo'q. Buningda hech qanday mubolag'a bo'lib ketgan yoki hech qanday bir narsa yo'q. Bu shu meni da'vatlarımning hammasi rost. Meningki men 2009-yili Shvetsiyaga o'qish bilan kelgan, undan keyin qilib qolgan, qilib qilish jarayonida 2014-yili opam dadamlar bilan Turkiyada ko'rishgan. To'g'ri, siyosiy panohlik tilagan, hamda avvaliga uchoqlarda shundaq tashkilotlardagi biz kichikkanmiz, kelgancha bilmaydi ekanmiz. Asli bizni akirib, shunday shu narsani chiqidi. Voy men shu qurultoydan xato kelib berma, ayadan xato kelib berma, meyadan xato kelib berma, hikoyang qandoq deb shu bizningki shu ko'chmanlar idorasiga bergan shu narslarimizga shunchalik qiziqib, bizni tashkilotlarga akirib, shundaq mayli vatan uchun qildik deymiz, lekin bizni shundaq aldab, masalan vatanga berib kelgan og'aylarim bo'ldi, tonish bilishlar, hammani biladi ekan qarindoshlar. Hamma narsa ashning ichida borki, o'ylab beqinglar, shunda da'vo bo'lamda akirib, bizni namoyish rasmga tushagizib, buni olib borib setib, mashunda o'zlariniki da'voni tijoratga aylantirib olib, biri parlamentning ichidagi biri partiyani tutib, Xitoyni yaxshi ko'rmaydigan bizning mandaq talablarimiz bor deb baxmasa, Shvetsiya bexatarlik idorasidagilar bilan ko'rishib, bunday ahvollar bo'lyotdi deb demasa, chapanchilar bir-birsinikini yepib, bir-birisining qo'ng'i ichilib qolsa, yepib, biroqda ichibyotdi. Shu. Andan keyin Dünya Uyghur Qurultayınınki hapamayızlar Dünya Uyghur Qurultayınki yani çıkıp kaldım onlarla. Ben daim işte çıkımı. Dünya Uyghur Qurultayınki sabık reisi Rabia Kadir sizge o çıkıp tünögen Şvetsiyadaki qalamqashlar tashkilotida ishlagan Abdurish Tojim degan bir qashqarlik dadamiz menga telefon avatibdi, ololmay qoldim, mijozim yo'qdi. Keyin gap qaytiribdi. Rabia Qodir xonim va cho'nglar alayda mening ota-onamning ishi ko'ngil bo'lib, ota-onamningki rasmiy kimlik nomeri degandek narsani so'rab, Amerikaningki tashqi siyosatiga ko'tarib chiqmoqchi bo'libdi. Men oldi bilan mushunchalik xonimninki Rabia Qodir niyatiga rahmat aytaman. Shuningdekla Rabia Qodir deganlik Quzat deganlik, Fushi deganlik menga aylanib qolmasin, Jushi deganlik. Shuningga Rabia Qodir xonim sizningki taklifingizni men chiroyli rad qilaman. Men o'zim Shvetsiyaninki shu tashqi ishlarga atkilishga tirishiman. Bu jarayonda men hem kep ikimizninki nishonimi o'xshamaydi. Men allaburun sizlarga tiltakkiz bo'ldim. Sizlarninki qilmishlaringlarni ichib bo'ldim, sizlarga dushman bo'lib bo'ldim. Gapning ochig'ini qilgan chog'da men qandaqdir bir tashkilotninki qurbonlik qo'yi yoki tashkilotninki bir foydalanish qimmati deki bir odam bo'lmay, balki bir ota-onamni chiqarish meningki maqsadim. Sizningki bu ko'nglingizga rahmat. Ben sizga yaxshi ko'nglingizga rahmat aytaman. Agar haqiqatan mening opam dadam ko'ngil bo'lib chin niyatlardan chiqarmoqchi bo'lsanglar, Uyg'ur birlashmasida yaxshi xizmatlarni qilinglar. Cumhuriyet Partiyadagilar bilan birlashib, soliqlarga o'ri qo'lmay, sirgun hukumatdagilarga o'ri qo'lmay,
fitna qilmay Amerikadagi jamoatni bir yaxshi bir mustaqillikka bo'lgan nishonga yetaklab menglar. Bu da'vo yalnız mening ota-onamning da'vosi emas, balki bizning vatanimizdagi barliq yog'liq elib etilgan onalarninki, saqili qirib etilgan dadalarninki, lagerdagi bosqinchilik uchirgan Uyg'ur qizlarimizningki, xonimlarimizningki, ishki organlari sug'urlab olingan erkaklarimizningki, begunoh turmalar yetayotgan qadrdonlarimizningki, ma'rif sepidagi qahramonlarimizningki, savdo korxonadagi boylarimizningki, butun hammamizning da'vosi. Mushu jihatdan sizlar mushu cho'ng jihatdan qilsanglar bo'ladi. Endi Rabia Qodir xonim, siz shu Olim Seytovninki, Umar Qanotninki, mavi nimaninki, Abbos Aylisninki to'nga tep tushirib, shu indigenous people qilayotgan narsani qaytaringlar. Sog'liqninki o'zining chechidan to'la ishi bor. O'zinglar chiqqan po'qni o'zinglar qilinglar, adolat menglar. Ashni yo'qitinglar. Cho'qim Uyg'ur mustaqillik deganni Amerikaninki tashqi siyosatiga olib kelinglar. Men ota-onamnikini o'zim bir miyada farzand bo'lish sifatim bilan ota-onamnikini o'zim qilib ketalayman. Men hech qanday bir odamga adamgarchilik qarz qo'yg'im yo'q. Mana men yerda turaman. Kunlarning birida opam dadam chiqqicha bu yerda bo'laman. Bugun salomatlikim bugun nimaninki kuchi bilan azroq nimam bor, men to'g'lab qanday nima qilamisammi? Buguncha to'g'lab qilamisammi? Buguncha o'sha jim turib, norozilik namoyishimni bildirib qilaman. Mushu gaplar. Undan keyin Dunyo Uyg'ur qurildiki, Erkin Akram, Dolqin Aysa, Roshan Abbas, Rishad Abbas, Dilshod Rashid, Umar Baxtiyor, Parat Yo'rinqosh, Norvegiyadagi Parat, anandan keyin iliq chapanchisi Norvegiyadagi Abdurashid degan olmishat. Anandan keyin Mavo nima Zubayra Amerikadagi, anandan keyin mushu qurultaydagi barliqlar sizlar u yerda qaqshab ketibsizlar, mishta deb. Ben sizlarga bir misolni ko'rsatib qo'yay. Sizlar agar kinde bir uy setib olgan bo'lsanglar, uyni yasığa uyinglardan chataq chiqsa, uyni yasıgan odamni izlamsizlar yoki uy sherkitini izlab, "Ma uydan mas'ul chiqdi, uyni o'ngshar" demsizlar. Sizlarninki ishchinglardagi nopozliq arbab meni qo'ydi. Jasus qilmoqchi bo'ldi. Buningki Zubayra degan Amerikadagi buni materiallarni ta'minlamoqchi bo'ldi. Meni Xitoy konsulxonasi avatmoqchi bo'ldi. Bu to'g'risida jonliq isbotlar bor. Hatto Ablimit Tursunni mang'ayla qo'qoq sep kelsam, "Ta'qir qilib ketdi" deb o'zicha. Bu narsalar biz talash tortish qilib, undaq qiladigan bo'lsak, yuqorilab sotga chiqadigan bo'lsak, buning ichiga Dolqin Aysoninki, hatto uydagilarninki yezib bergan ism familiyasi men qilib bergan. Nurg'un narsa chiqdi. Shuningga men birnim degandan keyin chatirqinglar, beshinglarni tiqib, xatolig'inglarni tunib, anglab qilinglar. Menga kaynimdan u yerdan bu yerdan o'rkolayman yoki pishni pasat taqitman deyishman. Tushunishdingmi? Aqasingninkini men udda yerdan xeyli tutqanman. Tutqankanman. Men birsini tutsam, nerdan tutib chiqishimni bilaman. Men Shvetsiyadagi har qanday tashkilotninki boshliq bo'lamdi, xotini bo'lamdi yoki nimasi bo'lsa, men nerdan tutib chiqishni o'zim obdan bilaman. Men hech kimga o'zimninki narsamni tutqizib qo'ymagan. Tutib olsam, tutib olgan ekanmanki, men hech kimga tutqizib qo'ymagan. Bu narsani yag'an desanglar, o'sha yaqinda Dunyo Uyg'ur qurultayiga yangi kirmoqchi bo'lgan Shvetsiya Uyg'ur ma'rifdagi Nijat Turg'undan so'rasanglar, obdan sizlarga deb beradi. Rasmo, yag'anmi, o'zimizningki fikrlashganimizmi bo'lgan. Balki mening ovozim o'sha Nijat Turg'un akimizdan bor. Lekin hamma menga bo'lgan ishlarni biladi. Hatto biz sotga chiqib qolsammi, xotirjam bo'lgan biz bor. Men bilaman hamma ishlarni deyiglek. Erkin Akram ma'lummi so'rabdi nima ish bu deb. Shu Turkiyaga berib bo'lgan ishlarni tushuntirib kelibdi. Lekin meni qurultayning ichidagi odam 1,5 yil mening vaqtimni o'tkazgan bo'lsa mayli, mening iqtisodim, mening opam dadamnikini vaqtini o'tkazyapti qarindoshlar. Men unda qo'ygandan keyin shu butunlay qurultayni tutaman. Bu qurultayning ichidagi odamlarningki safosizligi, mas'uliyatchanligi, mas'uliyatsizligi. Chunki bir Uyg'ur ona bilan dadaninki, mening dadamninki hamma narsamni biladi. 1,5 yil jarayonida men hammani degan uningga. O'zimni
Qayalardan uqdi, ukam uydagilarning orasida tashlangankan u bu dedi. Shundan hamma narsamni biladi meni, bilib turib, meni ash qo'ldirlatib, 1,5 yil vaqtimni o'tkazib, foydalanib, menda mushtaq qildi. Men bu ishni bo'ldi qilmayman. Bunda bo'ldi qilmayman. Men bu ishni cho'qim bir yak so'rab olib chiqaman. To'xtamayman shu narsani. Shuningga iliqi men bu jihatda to'liq tayyorlikqa holatda agar endi salomatlikdan bir masala chiqib yoki bir o'lib ketib qolmasam, o'lib ketsam do'stlarimda bor. Shuningga uningdan keyin ba'zi bir qarindoshlar meningki narslarimni yozgan narsamni juvat deb meni ayrimxonlarda xijil qilmanglar. O'tganda mushta nimaninki Mao Sharq Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasininki Najmiddinning qo'lidagi bir Amerikadagi Yoqubjon degan balmi shu balmi shunda kirishib qoldi. O'chirvatsanglar. Men yozgan narsamni o'chamayman. Chunki yozgan narsa deganni yozgan peti turdi, uni o'chirishning o'rni yo'q. Chunki meni qo'llayotgan o'zinglar biror narsamga yurak berib qo'ymaysizlar. O'zinglar biror narsaga qo'llab-quvvatlab qo'ymaysizlar, keyinda o'chirvatdaysizlar. Mening atrofimda meni qo'llayotgan do'stlarim bor. Ular degan meni degan turkumlab qo'llayotdi. Men do'stlarimga yuz kelmaydigan ishlarni qilib qo'ymasligim uchun har vaqt do'stlarim bilan planliq, mungdishib turib, suhbatlashib turib, mangamiz biz do'stlar bilan qo'lni qo'lga tutib mangan bizning o'tirimizda tashkilotlarga o'xshash pul yoki qandaqdir bir foyda manfaat yo'q. Bizningki faqat ko'zlaydiganimiz vatan mustaqilligi. Vatan mustaqilligi mening shu yo'lda ketib o'tib faqat ota-onamning hurligi bir parchasi. Shu qarindoshlar. Shuningga menga ani yoz, mani yozma, anda qil deganlar. U mening erkinlikim Facebook, mening Facebookum, internetga o'zim oyda pul to'layman, telefonimga o'zim oyda pul to'layman. Xato yozib qo'ysam, o'disdan o'zim chiqaman. Shuningga menga ani o'chirvat degan gaplarni qilmanglar. Oldi bilan o'zinglar bir tal bir yurakni berib qo'yib, men erkin sidiqdek deb qo'yay. Bir tal yurakni yoki bir tal hambarlashni qilib qo'yib, anandan keyin qilinglar, oqdan bu o'tib qilmay. Mushu gap shu. Dunyo Uyg'ur qurultaydikilar tushundinglar, men nima demoqchi o'g'inimni. Demak, sizlarning ichinglardagi odamdan mas'ul chiqqandan keyin men sizlarni tutaman. Albatta sizlar bir mahsulotni setib olsanglar, shirkatdagi ishlab chiqargan odam tutmaysizlar, shu satqa odamni tutmaysizlar, o satqa odamning qo'lidan nima ish keladi. Cho'qim bir butun bir shirkatni tutib turib yoki butun bir zavodni tutib turib ish qilgan o'xshash. Hamda meningki to'g'ri ish qilganimni bo'shinchik darajada nonni chaynab og'zinglarga sappadim, o'zinglar azm qo'yinglar. Shundoq gap qarindoshlar, ota-onamizga ega chiqayli, tuzkorlik qilmayli, qarindoshlarimizga ega chiqayli. Bekaga yetib ketib bordi, ashlarda hech qanday gunoh yo'q. Videoni aylantirib qilamsiz. Ularda hech qanday bir gunoh yo'q. Ularningki bir nima gunohsi bor mushlarningki qarindoshlar o'ylab beqinglar. Hech qanday gunohsi yo'q. Mushlar uchunga bir chiqib, bir ikki qiz gap qilayli. Va parlamentlarning oldini to'ldirayli. Erkiy qirg'inchiligi bu yuzlangan millat bu asli biz chiqib mishalar yetib olishimiz kerakda qarindoshlar. Shanba-shanbadagi namoyishni to'xtatib, bunda bir kun bo'lsa bir yerga kelib, bir partiyadagilar bilan, qarshi partiyadagilar bilan ko'rishib, bizning tashkilot, bizning davlatda 5000 Uyg'ur va men sen 5000 Uyg'urning 3000 biletini kafolatga qila olmayman partiyalarni kuchlantirish uchun. Shvetsiya deganda 9 million, 10 million nopos va 3000 bilet degan bak chiq bilet bu. Buni qilib biletlarni u yerdan yig'ib, men sen mishinchilik qilib bera olmayman partiyalarni kuchlantirib, bu faoliyatlaringiz kelma deb Xitoyni yaxshi ko'rmaydigan partiyalar izlab ishni qilayli. Tayoqni Xitoydan yeb, yana Xitoyning oldiga berib kar qilmayli qarindoshlar. Bir aqli huquq, bir aqlsizning ishi va Xitoy konsulning oldiga berib, onundan yana bir o'rmonlikning ichi uning ustiga Shvetsiyada. Ular basanglar oldin qaytdan bosh Qambarxonning naqshini qo'yib qo'ydi, Qambarxonnikini anglab o'tadinglar. Ashunda bezirib oldi hozir Xitoylar qarindoshlar. Shuningga mana bizning turadigan yerimiz mana mushu biz degan hozir hammamiz asosiyatdan Xitoyning fuqaroligidan chiqatdi. Xitoyning grajdani emas, biz Shvets grajdani bo'lganki, Shvetsiya hukumatidan yordam so'raymiz. Amerika grajdanliklar Amerika hukumatidan, Norvegiya grajdanliklar nima deb konsullarga berib olsizlar kechkicha. Uni birnim desa, voy, ondaq bo'ldi, mundaq bo'ldi deb ashuningni bana talab topdi ekan. Bu
Nurahmatdan tayoqni yeb, yani Nurahmatning oldiga berib meni umisang degandan ko'ra Nurahmatning oldidan tayoqni yeb cho'ng'aroq bir kuchligirak yoki boshqa bir qozining oldiga berib Nurahmat meni uryotidi degan yaxshidir qarindoshlar. Bunchalik darajada men sizlarga ezib buni tushundirmayli. Ha, ma bu nimamiz bosgan qadimimiz, ma narsalarimiz mustahkam bo'lsin, hargiz bir-birimizdan qanday bir gumoniy nuqtai nazarda bo'lmay, shu xoinlarga bo'lgan maydonimizni aniq qilaylik qarindoshlar. Uyg'oninglar, unda qilmanglar. Ya biz degan vaqo shu Xitoyninki shunchalik singib ketibdiki, men bugun shunchalik ahvolim unchalik yaxshi emas. Bugun keldim mana. Tunugun men Facebookda dunyo Uyg'ur qurtlari izlab bo'lsin, chiqib bo'lsin, o'milab bo'lsin, aqasingga gap qilma degandim. Shu ani Amerikadagilar yo'qotish indigenous people yana qanday qilishgan bo'lsang, Loisani tepib, mana mandaq narsaga biz tushunmabdik yoki mana sen o'zingning foydasi uchun qilsanki yoki manda deb qilish. Kashkicho demokratlarning qo'ng'i kirolmay ana nasib bo'lsin o'ziniki maydonni aniq qilib bo'ldi, kilometr Xitoy bilan birga ishlaymiz, Uyg'ur qirg'inchilik miyaq bo'lsin deb. Yana shuning keyin yuradi ekansizlar, shu foyda tegmaydigan odam. Kim Xitoyga qarshi turyotidi? Shu Amerikada qaysi partiya bekerak Xitoyni parchalab etishni xohlaydi? Shuni izlab ish qilmamsizlar. Mushinchilik narsani ham deb berish ketamda. Shunday gap qarindoshlar. Ota-onanglar egi chiqinglar, ota-onanglar hargiz turmada bekor yotmasin. Atugin mushundaq bir vaziyat bir shubhas bekor ashlar tirik shohidlar o'lib ketib qoldi qarindoshlar. O'ltirib etdi Xitoy hozir vahshiylashdi. Hozir bizga emas, o'zining ichidagi xalqiga boylarni bulab, buni qilib boshlanib ketdi madaniyat inqilobidak narsa. Hammasining pasportlarini tatib etibdi Xitoylarniki, boylarniki ulamda. Xo'pda o'zlarinikini o'zlari yeb tugusin. Demak vahshiylashdi. Bular hozir odam tonimaydi, o'zining xalqini tonimagan yerda bizni abayda tonimaydi qarindoshlar. Shuningga nima maydonimizni mustahkam qilib 30 yilmi o'tib ketdi-ku avtonomda kishilik huquq deb. Abi yana bir qilib baqaylik, bir mustaqillik deb hammamiz bir o'rnimizdan qo'yib baqaylik. Ota-onam qini deb qo'yib baqaylik. Bir odamniki yolg'izatdan chingi chiqmas, chingi chiqsa dengi chiqmas degan gap bor. Ben bir odamnikiga unchalik bo'lmaydi. Hammamiz taraf-tarafdan bu ishni ko'tarib chiqishimiz kerak. Nima ish yetib oladigansizlar, nimadan qo'rqaydigansizlar? Ya hozirgacha mana shu ochiq oldi mana shu vaqtlar toza aktivizmchilarga men hozir havas qilmay ashchangda chiqib qo'rqmay dadillik bilan ish qilganlarga ashta qilaylik qarindoshlar. Juma anda bo'lsa ama qurultayga go'ylar men boya erkin olib ketgan degan dadangdan iliq komendantdan qolgan narsani chiqarmamsa 70 yil bo'ldi bosirib yap buni ishki tutangmi sangilab bo'ldi hozir o'lay degan chog'da nima sanga nima 1-2 metr raq bilan ketsa chiqa narsani shiltimiz qurultaydikilarmi maydoningni aniq qilish binolarlari cho'shqamgan go'ylar sen haq bugungi kunda bizning mashalar turishimizga sen haqninki safasizligingdan sen haqninki mas'uliyatsizligingdan sen haqninki nacharligingdan sen haqninki qo'l ostidagilarining xoinligidan sen haqning xotinlarining qo'rqmay hatto chavul dokumentlar berib kelganligidan sen haqninki pulga amroqligidan sen haqninki Uyg'ur millatini qo'ng'oniki bir tal tukkimi tanqimag'anligidan bizning xalqimiz ma'kunga qoldi. Bizning xalqimiz irqiy qirg'inchilik kuchirdi. Sen haq to'xtat inedenan pulini taqishidi. Tuzuk ish qilishsan. Bo'lmas kunni chiqib mashada chavangni chiqaymi. Shu qarindoshlar. Uyg'oninglar, ko'zinglarni ichinglar. Seninkinimi, uydagilaringlarnikini, ba'zilaringlarning Yaqub hojimnikini ochiq bergandek ochiq bermisin turmadan. Mana Yaqub hojimning qizi batdiki turmiyada, Turkiyada mana hozir pushaymon qiladiganda qilish kerak u gap u davlatning masala emas. Kishini yurakdan chiqarib niyatini durustlab qilsanglar bo'laver. Nima bo'ldi? Sening shaklda Facebook'ingga qilsanglarmi bo'ladi? Shunday gap. Ya men dunyo Uyg'ur qurultaydikilarga anglashdinglar gunohlarni. Mani qo'lig'imni ding tutib shuni qilish uchunmi? Men gapni anglash qo'ylar. Rabiya Qadirxonim, nimaninki, sizninki
iliq Tayvanga borgan, qizingizni avatmoqchi bo'lgan, kimni qilmoqchi bo'lgan, hamma narsani menga WhatsAppda avatgan. Sizni 2012'lerde kim aşı torbatını içip kim başqaga mana men hammasini bilmajimi. Lekin sizmi bular bilan har xil o'yinlarni o'ynab qolgan, sizda yuz yo'q, men bilaman, sizga ishonmayman. Men shuningga sizga ota-onamning ishini topshirmayman. Ota-onamning ishini o'zim qilaman. Rahmat. Siz ama şu dava putlik aşan bulmuşsunuzla, kim oturup versinizle bo'ldi. Sizda aziz vatandaşlar, biz Uyg'uristonda Xitoy bilan birga yashaymiz. Yo'ldosh Shi Jinping degandek gaplarni qilmasan, biz yashamaymiz ular bilan. Biz o'zimiz ayrim yashaymiz. Biz tinch, biz yashab boqaylik bizmi? Chiqirib etmiz qo'g'lab, vatan ozod bo'lgan kunimiz hammasi chiqdi. Bo'pti qarindoshlar, unda bo'lsa Xudoyimga omonat hamsa.